Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Ekraningizda ko'rib turgan inkubator Orzu. Bu roligimiz shu Orzu inkubatori haqida bo'ladi. Navbatdagi inkubatorlarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana bu ekraningizda ko'rib turgan inkubator 100 ta uy tovuq tuxumlariga mo'ljallangan bo'lib, 100 tadan 115 tagacha tovuq tuxumlari joylashadi. 300 taga yaqin 300 taga yaqin bedana tuxumlari, 90 ta kurka tuxumlari va 75 ta 70 ta g'oz tuxumlari joylashadigan inkubator. Kechirasizlar, 60 tadan 70 tagacha g'oz tuxumlari joylashadi. Ushbu inkubatorimizda ikkita ko'rish oynachalari bor. Ushbu ko'rish oynachalarida siz ochish paytida har bir burchagini bemalol ko'rib, nazorat qilib turishingiz mumkin. Bu apparatimiz to'liq avtomatlashgan va issiqlikni aniqlik bilan ushlab turuvchi mana shunday termoregulyator va ovoz ko'pi bor termoregulyatorlar qo'yib o'tilgan, namligini ko'rsatuvchi va mana shunday akkumulyatorni ulaganingizda mana shu shtekerlari komplektida bor. Akkumulyatorni ulaganingizda 12 voltni ko'rsatib turuvchi pribor ham qo'yib o'tilgan. Aziz birodarlar, bu inkubatorimiz ayni paytda kalibrovka jarayoni tugadi va inshaalloh o'z egalariga jo'natishga tayyor. Bu inkubatorimizda siz har qanday parranda tuxumlarini ochirishingiz mumkin. G'oz, indutka, indyuk, bedana, tovuq va hokazo. Tuyaqush tuxumni ham ochirishingiz mumkin aziz birodarlar. E'tibor bering. Mana bunisi esa 72 talik va 75 tagacha uy tovuq tuxumlari sig'adigan apparatimiz. Bu ham to'liq avtomatlashgan. Bunisi ham 70 talik apparat. Bular mana 70 talikda bitta ko'zgusi bor, ko'ruvchi oynasi va ichidagi har bir burchagi bunda ham ko'rinadi. Ochish paytida sizga juda ham qo'l keladi. Avtomat deganimizda bu akkumulyatorga ishlaydi bu apparatlarimiz. Akkumulyatorga ulanishi svet o'chganda avtomatik bajariladi. Siz mana shu qisqichlarni olib akkumulyatorga ulab qo'yasiz, xolos, bo'ldi. Doimiy ravishda ulanib turaveradi. Svet o'chganda kelib ulab, svet yongandan keyin yana uzib qo'yish keragi yo'q. Ulab qo'ydingiz bir marta, tuxumni terdingiz, bo'ldi. Inkubatorda mutlaq unutib o'z yumushlaringiz bilan shug'ullanib yuraverasiz. Bunisi ham 100 talik apparatimiz. Ushbu apparatlarimiz aniqlikni o'ta aniq ko'rsatuvchi apparat. Mana shu termoregulyatorlardan foydalanamiz. Hozirgi zamonaviy yangi chiqqan va O'zbekiston sharoitiga moslashgan desak bo'laveradi, chunki bizda svet ko'p o'ynaydi va svetlarni o'chib yonishi ham juda qaltis holatda bo'ladi aziz birodarlar. Bu bilan elektrotsetni yomon demoqchiman, lekin borini aytyapman aziz birodarlar. Svetlar o'ynab turadi tez-tez. Aziz birodarlar, inkubatorlarni agar siz uzoq muddat ishlashini xohlasangiz, shu svetlarimizni biz O'zbekistonda sharoitiga svetlarni o'chib yonishini o'chib yonishiga chidamliroq bir inkubatorda umrini xullas uzaytirmoqchi bo'lsangiz, stabilizatordan foydalanishingiz kerak. Stabilizator mana shunday stabilizatorlar. Sovet davrida chiqqan, istir paytda chiqqan stabilizator. Hozir kimdir uyida yotibdi, kimgadir kerak emas yoki baraxolka bozorlarda sotadi mana shularni. Yoki Avito savdo приложениесidan topishingiz ham mumkin. Arzimagan pulga beradi. Endi sal qimmatroq bo'lsa ham olsangiz bo'laveradi. Chunki sizni mana shu inkubatoringizni umrini uzaytiradi aziz birodarlar. Mana hozir buni isbotlab beraman. Mana hozir bu stabilizatorga suqilgan, mana 225-220 voltda o'tkazyapti inkubatorga mana. Endi faktiski nimani ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda esa mana 246, 247, 240 dan baland aziz birodarlar. Ko'ryapsizmi? Aslida mana haqiqiy faktiski kelib turgan tok 240 dan oshiq. Bu yerda esa inkubatorga 225 qilib beryapti. Ya'ni tokni filtrlab va pasaytirib beryapti. Ko'ryapsizmi qanchalik foydali? Mana. Inkubator, televizor, kompyuterlarga ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'sha kechirasizlar, uzoqroq muddat ishlash kafolatini beradi aziz birodarlar. Qo'yinglar, topib qo'yinglar shuni. Qishdami, yozdami farqi yo'q. Yozda svet o'chmayapti. Yo'q, gap svet o'chishida emas. Hozir bizda ham svet umuman o'chmayapti. Har zamonda bir remontga to'xtamasa o'chmayapti. Svet o'chishida emas, gap svetda o'ynashida. Mana hozir ko'ringda mana 225 volt bir xilda turibdi mana. Bir xil turibdi. Endi bunisiga e'tibor beramiz mana. 246 mana. O'ynashi, ko'ryapsiz-a?
ozgina haligida qattiq o'ynay turadi, hozir bir xilda turibdi, lekin baland baribir. Mana 247 ga chiqdi, 250 ga ham chiqadi. 240 juda ham qaltis o'ynayapti. Bunda esa mana ko'ryapsiz, 225. Tekis filtrlanib o'tyapti. Bu sizga shu inkubatorda uzoq ishlataverasiz. Mana shunda. Akkumulyatorga ham ulab qo'yaverasiz. Svet o'tsa, udar. Masalan, svet o'chdi deylik, svet o'chgandan keyin, svet yongandan keyin katta podstansiya, juda ham katta podstansiya svetni yoqadi. Hammaga, butun mahalla, qishloqqa, shaharga svet birdan keladi, hamma yoq o'tsa. Katta qaltis tok bilan uradi. Skachok напряжение deydi buni. Elektr energiyasini sakrashi deydi. Juda katta sakraydi. 300 voltgacha sakrashi mumkin. Shunda 300 volt yoki 500 volt bo'lsa, bu kuyadi. Mana bunaqangi bo'lib qizib. Lekin inkubatoringizni saqlab qoladi. Hamma kuchni o'ziga oladi. 300 voltgacha bo'lsa, bu kuymaydi, to'xtatib, filtrlab 220 qilib beradi. Mana sizga oddiy bir inkubatorda himoya qilish vositasi aziz birodarlar. Videolarimizni ko'rib boringlar. Har bitta videoda men shu bitta boshqacha bir yangilik qilib, yangilik emas, maslahatlar berib o'taman. Jo'jani ochirish kerak, yoki ochgandan keyin nima qilish kerak, inkubatorda qanday ishlash kerak. Har xil, hamma videoda har xil tema bor aziz birodarlar. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, hamma video bir xil bo'lib qolyapti, boshqa video qo'y, u bo'ydi. Aziz birodarlar, bizni sohamiz shu inkubatsiya, parandachilik. Tirikchiligimiz ham shu parandachilikdan. Men boshqa ish qilmaymiz. Biz seximiz bor, normalniy sex, korxona ishlab chiqarish, inkubator ishlab chiqarish korxonasi. Shuning uchun faqat shu tema bizda. Aziz birodarlar, misol men bir boshqa ish qilmayman, sezon kelib qoldi deb yugurib borib stulga o'tirib olib inkubator ishlab chiqarish bas. Qishin yozi inkubator bizda sotuvda ham to'xtamaydi, alhamdulillah, va ishlab chiqarishdan ham to'xtamaymiz. Mana hozir shu hamma inkubatorga 5 ta inkubator turibdi, mana shu yerda hammasini xaridori bor aziz bilan. Har kuni inkubator отправка bo'ladi, har kuni. Mana kecha Toshkentga chiqardik, yangi Tashmiga, Nodirjonga ketdi. Bu inkubatorlar ham o'z egalariga jo'natiladi aziz birodarlar. Shuning uchun bu mana bu 100 taligimiz Qo'qonda qoladi. Adashmasam Babushkinda ukamiz bugun peshindan keyin olib ketadilar. Bular Samarqand, Xorazm, mana bu 100 taligimiz Navoiyga va hokazo. Aziz birodarlar, shuning uchun har bitta videolarimni kuzatib boringlar. Hammasida har xil tema qo'yilgan. Kerakli tema. Agar siz inkubatsiya, parandachilikka qiziqmaysizmi aziz birodar, vaqtingizni ketkizib bu rolikni ko'rmay qo'yavering. Chiqib ketavering. Uni ko'rib keyin o'tirib olib, haligi yonboshlab olib, har xil bo'lar bo'lmas kommentariyalarda yozgandan ko'ra indamasdan chiqib ketavering aziz birodar. Buni faqat qiziqqanlar uchun, parandachilikda, inkubatsiya sohasida qiziqqanlar uchun bu rolik asqotadi aziz birodarlar. Hamma roligimiz o'ziga yarasha. Balki kimdadir qiziqish uyg'onadi. Juda ko'p bo'lyapti Rossiyada yurganlar. Aka, ko'rdim videolaringizni, menda bir shu parandachilikda qiziqish uyg'ondi. Marhamat qilinglar aziz birodarlar. Mana bedanachilik deymiz. Bedanachilikda juda ham ko'p, o'ta ko'p rivojlanmagan, bizda tovuqqa hamma o'zini tashagan. Ayni paytda bedanachilikni qilsangiz, misol siz o'sha yashab turgan joyingizda, regioningizda, rayoningizda, qishloq, mahalla, shaharda balki kamroqdir shu bedana biznesi bilan shug'ullanayotgan yoki bedana go'shtini yetkazib beruvchi uzoqlardan, boshqa uzoq joylardan olib kelar. Shuni o'zingizda tashkil qiling, shu bedanachilikda tashkil qiling. Mana marhamat. Sizga motivatsiya, yordam qilamiz. Videolar kuzating, yaqinda bedanani boshidan oxirigacha ochirish videosi chiqadi. Hozir kutyapmiz, 3 kundan keyin ochishni boshlaydi. Video tayyorlayapman. Yaqinda chiqadi. Shu bedanani boshidan qanday terish kerak, nimalar qilish kerak, hammasi aytib, chiroyli qilib tushuntirib o'tilgan kontent tayyorlayapti. Xudo xolasa efirga chiqaramiz. Aziz birodar, tovuq qilasizmi, bedana qilasizmi, boshqami, hammasiga yordam qilamiz. Mana boshlang ishni. Bedanachilikda juda katta mashmasha, dahmaza kerak emas. Bedana tuxumi ham juda qimmat ham emas. Boqish ham oson. Bedanani eng yaxshi tomoni shuki, tovuqqa o'xshab kasal bo'lib qirilib ketmaydi. Bedanada agar o'sha vafo kasalligi, boshqa kasallik kelsa, bitta bedanaga uradi. Yuqmaydi boshqasiga. Bitta bedana kasal bo'ladi, bitta bedana o'ladi. Tamom. Boshqasiga yuqmaydi. U shunaqangi immuniteti kuchli, nihoyatda immuniteti kuchli parranda. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Shuning uchun
agar bedana parrandasini boshlasangiz parrandachilikda, bedanachilik sohasini по-любому yutqizmaysiz. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Shuning bilan qisqachagina rolikni tamom qilaman. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.